Karim Davlatbek Shagdarovich, mana shu Koson tuman 24-maktabning direktoriman. Mana shu maktabda uzoq yillardan beri o'qituvchi vazifasida ishlab kelganman. Maktabimiz asli 624 o'rinli maktabga ega edik. Undan keyin 19-20 o'quv yilidan keyin filial bino ham bizga berildi. 615 o'rinli. Xullas hozir bizda 1239 o'rinlik maktabga egamiz. O'quvchilarimiz soni 805 ta, 79 ta o'qituvchi faoliyat yuritadi. O'qituvchilarimizdan oliy toifaliklari bor. Sport bilan shug'ullanish, bolalarni voleybol, futbol, bundan keyin shaxmat, shashka turlari bilan qiziqadigan o'quvchilarimiz ko'p. Musobaqalar o'tkazyapmiz. Atrofimizdagi mahallalar, atrofimizdagi mahallalardagi maktablar bilan yaxshi ko'rsatkichlarga erishyapmiz. Bundan keyin binomiz atrofida obodonlashtirish ishlari ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Shu yil ham yaqinda bahor boshida 300 ga yaqin mevali daraxtlar, turli xil manzarali daraxtlar ekdik. Obodonlashtirish ishlari ham yaxshi yo'lga qo'yilgan.